Sening fikrlaring va g'oyalaring aslida butunlay o'zingniki emas. Sen ularni ota-onangdan, madaniyatingdan va asrlar davomida shakllangan tarixdan meros qilib olgansan. Shuning uchun o'zingni shu haqiqatga, shu o'tmishga bog'lash muhim. Chunki agar sen tarixni e'tiborsiz qoldirsang, agar kitoblarni va ulardagi saboqlarni mensimasang, sening dunyoqarashing tobora torayib boradi va yana torayadi va yana torayadi. Natijada sen ijodkor bo'la olmaysan, sen ichingda siqilishni boshlaysan va bu oxir-oqibat yomon oqibatlarga olib keladi. Kitoblar bu dunyodagi eng buyuk sarguzashtdir. Nega kitob o'qishimiz kerakligini tushuntirib bera olamanmi? Bu men uchun g'alati savol, chunki butun hayotim davomida kitoblar men bilan sodir bo'lgan eng yaxshi narsa bo'lgan. Agar kitoblar bo'lmaganida men juda baxtsiz bo'lardim. Bu juda yoqimli tajriba. Lekin buni boshqacha tasavvur qil. Sen o'z fikrlaring bilan yashaysan, to'g'rimi? Agar kimdir bir hafta davomida sening fikrlaringni qog'ozga tushirib bersa, sen hayron qolarding. Ular qanchalik zerikarli, oddiy va ma'nosiz ekaniga. Bir xil fikrlar yana va yana takrorlanadi. Bir xil keraksiz xafagarchiliklar, mayda muammolar aqling doira ichida aylanaveradi. Yana va yana. Sening dunyoying juda cheklangan. Bu yoqimli gap emas, lekin bu haqiqat, chunki hammamiz shundaymiz. Sen ma'lum bir shaharda yashaysan, ma'lum bir madaniyat ichidasan, har kuni bir xil odamlarni ko'rasan, bir xil ko'rsatuvlar yoki podkastlarni tinglaysan. Bu juda tor, juda cheklangan dunyo va bu seni ichingdan qiynaydi. Kitoblar esa seni bu dunyodan olib chiqadi. Bu sarguzasht. Sen qadimgi Rimga borib, Marcus Aurelius bilan birga uning hayot muammolarini qanday hal qilayotganini ko'rishing mumkin. Sen qadimgi Gretsiyga borib, Peloponnesin var davrini his qilishing mumkin. Sen qadimgi Misrni ko'rasan yoki uyg'onish davri Italiyaga borib, Leonardo da Vinci bilan birga bo'lasan yoki Napoleon Bonapartening jang maydonlarini kuzatasan. Sen o'zingniki bo'lmagan, lekin juda qiziqarli, g'alati va noodatiy g'oyalar bilan tanishasan. Boshqa madaniyatlarning qarashlarini ko'rasan. Ular go'yo boshqa sayyoradan kelgandek tuyuladi. Bu esa sening fikrlashingni kengaytiradi. Bu sayohat qilishga o'xshaydi. Bu o'z kichkina dunyodan chiqib haqiqiy dunyoni ko'rish demak. Tarixni ko'rish, o'zingni tushunish. Sen bugunning mahsuli emassan. Dunyo sendan oldin minglab yillar davomida mavjud bo'lgan va yana bir bor sening fikrlaring aslida butunlay o'zingniki emas. Sen ularni meros qilib olgansan. Agar sen kitoblarni va tarixni e'tiborsiz qoldirsang, dunyoying torayadi, ijodiy bo'la olmaysan, iching siqiladi va bu seni yomon yo'lga olib ketadi. Kitoblar bu dunyodagi eng buyuk sarguzasht. Shaxsan men uchun agar bir oy kitob o'qimasam, aqldan ozgandek bo'laman. Bu biroz qaramlik, lekin bu eng yaxshi qaramlik. Agar xohlasang, men senga o'qish uchun zo'r kitoblar ro'yxatini ham beraman, ammo iltimos, men seni chin tildan so'rayman. Bugungi dunyoda kitob o'qiydigan odamlar ko'proq bo'lishi kerak.